ichib olganmisiz? Nima edi? Xohlasamchi ichib qaydayman. Nima icharkanman? O'zimmoyinam. Pravamni olib qo'ysang ham qaydayman. Xohlaganimcha qaydayman, tushundingmi? Shunday degan haydovchining xurmacha qiliqlari uni sud zaliga boshlab keldi. Jinoyatchiga 18.750.000 so'm miqdorida jarima jazosi qo'llanilgan bo'lishiga qaramasdan, to'lovlarni amalga oshirmay kelgan deyilmoqda ma'lumotlarda. Undan tashqari, transport vositasini tegishli hujjatlarsiz boshqarmaslik bo'yicha ogohlantirilgan bo'lishiga qaramasdan, o'ziga tegishli xulosa chiqarmay, jinoyat sodir etish yo'liga kirgan. Shuningdek, ayblanuvchi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etilgan bo'lishiga qaramasdan, joriy yilning 24-may sanasida o'ziga tegishli bo'lgan Cobalt rusumli avtomashinasida Chilonzor tumanida harakatlanib ketayotgan vaqtida to'xtatilib, avtomashinani boshqarish huquqini beruvchi hujjatlari tekshirilganda, hujjatlarsiz boshqarib kelayotgani aniqlanib, avtomashina tegishli tartibda jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 261-2 moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganlikda aybli deb topilsin va shu modda bilan ish haqining 20% ni davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 2 yil axloq tuzatishlar jazosi tayinlansin. Ogoh bo'ling. Hech bir qoidabuzarlik jazosiz qolmaydi.